Biz qiziqayotgan narsa, hamma narsalar qanday ishlaydi? Ularni bunday tuzilganiga sabab nima? Bu qiziqish bilan bo'ladi. Bu qiziquvchi insonlar bilan bo'ladi. Nimadir uchun, nimadir narsa o'zi nima? Yangi narsalar haqida bilishning iloji bor. Go'yo uni birinchi marta ko'rayotgandeksiz va o'zingizga savol beryapsiz. Go'yo siz butunlay boshqachasiz. Suvning harakati go'yoki havoning harakati, u esa go'yoki qumning harakati kabi. Narsalar bir xil xususiyatga ega. Ular tobora soddalashib boradi. Bu juda hayratga soluvchi. Haqiqat juda jozibali, juda ajoyib. Aqlga sig'mas. Dunyoga boshqa ko'z bilan qarang. Qiziqish bizning kim, nima ekanligimizdir. Yuguruvchi terlashdan to'xtay olmagani kabi, men ham o'ylashdan to'xtamayman. To'xtay olmayman. Mana bu qiziqish.